sizni hech narsa bezovta qilmayaptimi? Lekin qon bosimingiz 150 ga 90 va siz o'zingizni yaxshi his qilmoqdasiz. Tabriklayman. Siz jim qotil tuzog'idasiz. Qon bosimi nazorat qilinmasa nima bo'ladi? Birinchidan, yurak muskullari qalinlashib, borgan sari charchaydi. Ikkinchidan, yuqori qon bosimi bosh miya qon tomirlarini jarohatlaydi va vaqt o'tib qon tomir yoriladi. Buni natijasida insult kelib chiqadi va bir soniya hayotingiz o'zgarib ketadi. Faqatgina bu emas. Yuqori qon bosimi buyraklarni filtrlash qobiliyatini ishdan chiqaradi. Bundan tashqari, ko'z qon tomirlarida mayda tomirlarning yorilishi natijasida vaqt o'tgan sari ko'rlikka, ya'ni ko'z ojizlikka olib keladi. Nima qilish kerak? O'tib ketar deb kutmang. Shifokor tavsiya qilgan dorilarni kurs lecheniya sifatida emas, doimiy iste'mol qiling. Qon bosimingizni har kuni o'lchang. Tuzli mahsulotlardan voz keching. Sog'ligingizga befarq bo'lmang. Ushbu videoni qon bosimi tez-tez oshadigan tanishingizga yuborib qo'ying.